Hammaga salom, men Ibragim. Bugungi videoda dangasalikni nihoyat yengib, o'zingiz nazorat qila oladigan intizomli hayot qurish haqida gaplashamiz. Bu oddiy motivatsion video emas, balkim amaliy qo'llanma. Videoni 3 ta qismga bo'lganman. Birinchi qismda sizni yashirincha ravishda dangasa qilib qo'yadigan 3 ta odat haqida gaplashamiz. Ikkinchi qismda men o'zim shu odatlarning ichida qanaqa yashaganligimni va o'sha odatlarni qanaqa qilib yengganligimni aytib beraman. Oxirgi qismda esa miyangizdagi tartibsizlikni to'liq tozalab, hayotingizni nazorat qilishingizga yordam beradigan 7 bosqichli tizim o'rgataman. Aynan mana shu tizim bir paytlar o'zimga quyidagi narsalarga erishishga yordam bergan. Birinchisi, IELTS ga tayyorlanayotgan vaqtimda 7 oy ichida 0 dan har kuni 14 soatlab shug'ullanib, birinchi urinishdayoq IELTS 8 olishimga, ikkinchisi, hech kimni yordamisiz Telegram blogni 0 dan boshlab, hozirgi kunga kelib, uni 80 mingta obunachiga chiqarishimga, uchinchisi, moldek semirib ketgan vaqtimda zalni boshlab, sog'lom tana qurib, 10 kilo vес tashlashimga, 8 ta talaba bilan 2 xonali kvartirada ijarada tiqilib yashashdan, o'sha hozirgi paytda o'zimni 2 ta shaxsiy kvartiram shahar qoq markazida bo'lishligiga va oxirgisi kitobdan nafratlanadigan insondan yiliga 40-50 ta kitob o'qiydigan Ibragimga aylantirgan. Shu uchun bu videoni faqat telefonda emas, balkim ruchka daftar bilan ko'ring, chunki aytadiganlarimni amalda qo'llaydigan bo'lsangiz, siz ko'radigan eng oxirgi motivatsion video shu bo'lishligi mumkin. Qani, ketdik. To'g'risini aytaman sizlarga, bir paytlar men o'zim bilgan eng dangasa odam bo'lganman. Kech uyg'onishim bu birinchi masala bo'lgan. Ikkinchi, undanda jiddiyrog'i esa uyg'onishim bilanoq nima qilardim? To'ppa-to'g'ri telefonni qo'limga olardim-da, hozir atigi 5 minutga deb o'zimni aldardim. Shu bilan 1-2 soat ham kirar joyga tekis kirib ketardi. O'zi bilan birgalikda kayfiyatni ham olib ketardi. Rosa va'da boz bo'lganman. Go'zaldan go'zal va'dalar berib tashardim. Keyingi safar boshqacha bo'ladi. Dushanba kesin o'zgaraman. Va birinchi sinovda birortanglar meni tanimay qolasizlar deb o'zimni aldardim. Shu payt bir o'ylanib qoldim-da. Axir mana xohlamayman o'zgarishni. Kitob o'qiyapman, video ko'raman, ne o'zgarmayapman hali deb o'ylanib qoldim. Bilsam, dangasalik bu faqat muammoyimning uchi, aysbergga uchi ekan. Uni tagida esa ancha jiddiy masala yotardi. Masala nomi xulqni o'zgartirish. Hozir batafsil tushuntirib beraman. Mana ingliz tili bor, ingliz tili bu ko'nikma. Hech kim onani qornidan ingliz tilini bilib tug'ilmaydi. 1-2 yil vaqt ketadi o'rganishingizga. O'quv markaziga borasiz, repetitorga borasiz, so'ng mana shu tilda gapirib ketishni boshlaysiz, to'g'rimi? Ya'ni bu ko'nikma. Xulqni o'zgartirish ham bu ko'nikma ekan. Ya'ni hech kim onani qornidan intizomli, disiplinirniy bo'lib tug'ilmaydi. Bu narsani siz o'zingizga o'rgatar ekansiz. Xuddi ingliz tilidek. Alifbodan boshlaysiz, keyin sekin ko'tarilib ketaverasiz. C1, C2 darajada. Xulq-atvorni o'zgartirish ham shunaqa. Ha, o'quv markazida yo'q, ha, repetitorlar yo'q bu narsani o'rgatadigan. Lekin sizda o'zingiz va vaqt bor. Endi mana shuni haqiqatni tushunganimda, men bildimki, istalgan natija aynan mana shu narsaga kelib taqaladi. Harakatni o'zgartirishni bilish. Pul, o'qish, ish, muvaffaqiyat farqi yo'q. Hammasi xulq-atvorni o'zgartirish ko'nikmasiga kelib taqaladi. Lekin o'sha paytda menga xulq-atvorimni o'zgartirishga xalal bergan 3 ta odat bor edi. Birinchisi, tongni o'zimning hayotim bilan emas, boshqalarning hayoti bilan boshlash. Telefonni qo'lga olardim-da, Instagram, Telegramni ochardim. Qarabsizki, kimdir Dubayda, kimdir yangi uy olgan, kimgadir mashina sovg'a qildi, ya'ni kimdir to'yi bo'lyapti, kimdir Antarktidaga ko'chib ketdi, ayiqlar bilan birga yashashga. Va bu narsalarni ko'rib, miya nima deydi? Voy, sen endi uyg'onding. Qara odamlar qancha g'alabaga erishibdi. Yotaver mana shunaqa sasib, loser degan reaksiya qiladi. Bu bor gap bo'lgan aynan meni holatimda. Ikkinchi zararli odat, rejani eshitib o'ylash. Bilmayman, men bu holat kimdadir yana bo'lganmi yoki yo'qmi, kommentda yozib olinglar, esishto. Lekin menda nima bo'lardi? Hayotimni o'zgartirishga qaror qildim-ku. Albatta yangi bloknot sotib olishim kerak, hamma narsani birinchi barobardan boshlashim kerak. U yerga chiroyli qilib ismimni yozardim, Ibragim Mansurov, flomasterlar bilan, rangli ruchkalar bilan imzola qo'yardim. Millionta ishlarni ro'yxatini tuzardim. O'ylardimki, mana hayot o'zgarishni boshladi degan bir hissiyot chulg'ab olaverardi. Bu aldamchi hissiyot. Albatta, hayot hech qanaqasiga o'zgarmasdi, hamma narsa o'sha qog'ozda qolib ketardi. Chunki men rejani o'sha ish qilib bo'ldim deb qabul qilganman. Uchinchi mana shunaqa yomon odatim motivatsiyani kutish bo'lgan. Men o'ylaganman, hozir xonamning eshigini ochib, gursillab bitta motivatsiya degan tog'a kelarlar-da, hamma ishlarimni 5 qilib ketarlar deb o'ylaganman. Yoki mana biror bir ish qilishim kerak, lekin motivatsiya yo'q deb his qilganman. Kayfiyatim yo'q. Quyosh boshqacha porlayapti, vibe his qilmayapman. Havo sovib ketdi. Asalari g'o'ng'illamayapti, qushlar sayramayapti. Shuning uchun men bugun ishlamayman deb turib olardim.
Xuddiki motivatsiya bu bir bor narsa deydi. Albatta bor, to'ppa-to'g'ri, lekin unda uzoqqa ketib bo'lmaydi. Motivatsiya ham, kayfiyat ham, vibe ham qachon keladi? Harakatdan keyin. Bu narsani kech tushunganman. Xullas, mana shu 3 ta zararli odatimni sindirish uchun keyinchalik 7 bosqichli tizim qo'llaganman. Hozir sizlar bilan o'sha 7 bosqichli tizimni nihoyat ko'rib chiqamiz. Birinchi muhim bosqich bu miyani tozalash. Proshivka berib olish. Bilasizmi? Miyani charchatadigan eng jiddiy omillardan bittasi bu bajarilmagan ishlarni yig'ilib yotishi. Aynan mana shu narsa juda ham miyani toliqtiradi. Hozir sizning vazifangiz bitta qog'oz olib, qolib ketayotgan barcha ishlaringizni qog'ozga tushirish. Qarzlar, ishdagi kamchiliklar, o'qishdagi qanaqadir to'ldirilmay qolgan joylar, uydagi qanaqadir qolib ketayotgan majburiyatlar, boshqa vazifalaringiz bor. Nimani qilishim kerak deb miya oxirgi paytlarda o'ylab yuribdi. Shularni hammasini qog'ozga tushiring. Chunki miyadagi tartibsizlikni siz miyadan chiqarmaskansiz, u miya o'zini o'zi tozalab qo'ymaydi. Shu uchun ham bardak bo'lsa ham prям yozib tashlang qog'ozga. Javona qilishga tartibli yozishingiz shart emas. Asosiysi mana shu ko'z o'ngingizda bo'lsin. Nimalarni o'zi miyangiz oxirgi paytlarda o'ylab yurganligi va shunda miya ozgina bo'lsa ham yengillik his qiladi. Chunki endi bo'ldi, endi ularni yodimda tutishim shart emas, shuncha ishlarni mana endi qog'ozda paydo bo'ldi deb ancha o'zini yengil his qiladi miya. Shuning uchun hoziroq videoni pauzaga qo'yingda, barcha qolib ketayotgan ishlaringizni yozing, ikir-chikir ishlargacha. Примерно 50 ta punkt paydo bo'lishi kerak sizda. Yoki agar menga o'xshab hamisha orqaga surib yuradiganlardan bo'lsangiz 300 ta punktdan bo'lishligi mumkin. Ikkinchi bosqich 3 ustun qoidasi. Boyagi vazifalaringizni ana endi 3 ta ustunga bo'lasiz. Birinchi ustun shoshilinch ustuni. Ya'ni bu yo'lga siz yonib turgan vazifalarni yozishingiz kerak. Shu hafta bajarmasangiz muammo bo'ladigan vazifalar bo'ladi-yu, aynan o'shalarni birinchi ustunga kiritasiz. Ikkinchi ustun bu muhim ustuni. U yo'lga hayotingizni o'zgartiradigan barcha xatti-harakatlarni yozishingiz kerak, vazifalarni. Misol uchun o'sha 1000 ta lug'at yodlashi va hokazo. Va oxirgi ustun ixtiyoriy, deylik mana hozir kuz botanika bog'iga borish kerak, chunki u yerda hamma joy gullab yotibdi. Mashqqa kabi ixtiyoriy vazifalarni yozishingiz kerak bo'lar ekan. Ana endi keyingi qiladiganingiz mashqqa bizda ixtiyoriy vazifachilar rosa ko'p bo'ladi-da. Biz orzu havasli insonlarmiz, hamma narsani qilib ko'rgimiz keladi. Mashqqa ixtiyoriy vazifalarni 50% ni o'chirib tashlang. Prям hozir o'zida. Miya bo'ldi, o'shandan ko'ngili usil. Mayli, shu kuz botanika bog'iga bormasam ham o'lib qolmayman. Keyingi yil boraman. Hozir esa menda boshqacha maqsad, shu dangasaligimni yengishim kerak, IELTS'imni o'qishim kerak, blogimni boshlashim kerak va hokazo deb fokusingizni bitta joyga yo'naltirishingiz kerak. Va aynan mana shu narsa bizni 3-bosqichga olib keladi. Bitta yo'nalishni tanlash, ya'ni boya aytgandek fokus. Ishoning, bizani miyamiz multitaskingni yomon ko'radi. Ya'ni hamma narsani baravariga olib keta olmaydi. Даже siz aytsangiz ham agar mana IELTS, blog, sog'lom turmush tarzi, sport, biznes hammasini baravariga olib ketasan. Menga farqi yo'q desangiz miya ham aytadi, menga ham ochig'i farqi yo'q. Shu birortasini qilmayman deydi-da, sizni dangasalikka, depressiya, apatiyaga olib kirib ketadi miya. Lekin siz unga aytsangiz, miya, menga mana shu bitta donagina ish qilib bergin, mana 1 oy vaqting bor, mana shu fokus mana shunda bo'ladi. Deb ayting miyaga, amayli. Endi shuni eplamasam вообще bo'lmaydi-da, endi aniq eplab beraman, xo'jayin deb sizga murojaat qiladi aniq. Endi bu degani boshqa narsalarni qolib ketish kerak degani emas, lekin fokus aynan butun oy davomida sizda bitta narsada bo'lishi kerak, bitta yo'nalishda. Shu uchun обязательно tanlang. Nima yo'nalishga bu safar fokus qaratmoqchisiz? IELTSgami, bloggami, sportgami va hokazo. 4-bosqich haftalik mikro reja. Kalendarni ochasiz va boyagi bitta ustuvor vazifa tanladingiz-ku. Bu lug'at yodlash bo'lishligi mumkin. Bu blogga postlar yozish bo'lishligi mumkin. Umuman farqi yo'q. Sport balki. Va aynan mana shu ustuvor vazifangizni endi kalendarga kiritasiz. Deylik, mana 7 kunlik mikro rejada dushanba kuni men lug'at bilan ertalab 9 dan 11 gacha shug'ullanaman. Seshanba kuni 8 dan 10 gacha mana shunaqa qilib aniq tiniq vaqtlarni yozib chiqing. Mukammal bo'lishi shart emas bu mana shu 7 kunlik mikro rejani. Lekin prosta miyangiz bilishi shart aynan kunning qaysi qismida mana shu ustuvor vazifa bilan shug'ullanishligini. Shuning uchun обязательно hozirroq kalendaringizga kiriting. Ishoning, kalendarga va vaqtga kiritilmagan rejalar hech qachon amalga oshmaydi. 2 oydan beri botanika bog'iga boraman, chunki u yoq hozir kuzda go'zal bo'yatibdi deb yuribman, lekin mana shu kalendarimni ochib bir vaqt belgilamadim men. Mana shu paytda boraman deb. Shuning uchun hali beri borganim yo'q. Hali beri bormasam kerak. Agar kalendarni ochib rejani kiritmasam. Shuning uchun обязательно vaqtini belgilashingiz shart. 5-bosqich dalil yaratish. Har kuni natijangizni belgilab borishingiz kerak. Ya'ni mana IELTS bilan dushanba kuni shug'ullanish reja qilgandingiz, shug'ullandingizmi? Shug'ullangan bo'lsangiz galochka, shug'ullanmagan bo'lsangiz X. Va shunaqa qilib siz dalil yaratib borishingiz kerak. Chunki bilasizmi? Mana o'sha sport deymizmi, IELTS deymizmi, blog deymizmi, miyaga bu narsalarning qizig'i yo'q. IELTS sizga kerak, sport sizga kerak. Miya
ular sizni ham tirik qo'yveradi. Miyaga bilasizlarmi nima kerak? Miyaga ovqat kerak. Miyani ovqati nima? Miyani ovqati dopamin va u dopaminni qayerdan oladi? Aynan mana shu trackerga qaraydi, wow, men shuncha galочкаlar olibman, men молодецkanman deydi-da, siz uchun ishlab berishda davom etadi. Shuning uchun miyani ishlatmoqchimisiz, uni ovqatini vaqtida berib turishingiz kerak. Mana shu tracker of habitsni обязательно yuriting dalili va bu narsa siz o'zingiz uchun ham rosa foydali. Tetiklashtirib turadi. Qarang, mana galочка olishimiz kerak bugun. Shuning uchun bajarmasak bo'lmaydi. X yarashmaydi bizning trackerimizga degan miyangizda baribir все-таки fikr, установка bo'ladi. Обязательно tracker of habitsni bugundan boshlang. Ya'ni o'sha bloknotda qilishingiz mumkin. Har bitta yangi odatni tracker qilib borsangiz bo'ladi. Galочка va Xlar bilan. Galочkalar ko'paygani bilan intizomingiz ham kuchayadi. Chunki endi sizda gap emas, balkim o'sha isbot bor boya aytib o'tgandek, miya ko'rib bu narsani maza qiladi. 6-muhim bosqich. Do'st topish. Bilaman atrofingizda maqsadi va orzulari sizga o'xshagan insonlar ko'p. O'shalarni olib shu videoni ko'rsating yoki o'zingiz tushuntiring va birgalikda bitta Telegram kanal ochinglar. Aynan o'sha kanalda deylik maqsad qo'yib qo'yinglar tepasida. Mana fokus bor-ku, deylik IELTS bo'lishligi mumkin, sport bo'lishligi mumkin, farqi yo'q. Va har kuni quyidagicha vazifa. Har kuni biz birgalikda mana shu maqsad sari harakat qilishimiz kerak va kim qaysi kunda shug'ullanmay qolsa, aynan o'sha odam boshqasiga 50 ming so'm tashlab beradi. Hech qanaqa bahonalar o'tmaydi. Kuchugim tug'di, erga tegdim, umuman farqi yo'q. 50 ming so'm prям kechib yuboring o'sha puldan. Chunki agar sizni hech kim kuzatmasa, agar siz qanaqadir shtraf to'lamasangiz, miya u narsani jiddiy qabul qilmaydi. Shuningdek, mana kun davomida dalillarni o'sha kanalga yuklab boravringlar. Bu narsa o'zingiz uchun ham, do'stingiz uchun ham rosa qiziqarli progress вообще jarayoni bo'ladi. Uni keyin mana shu maqsadga erishdinglar, keyin qayta ko'rib maza qilasizlar mana shu kanalni. Shuning uchun обязательно mana shunaqa maqsad kanal yuriting do'stingiz bilan va bir-biringlarni accountable ushlaylar. Mana shunaqa do'stim bor. Ismi Michael. Ishonasizlarmi yoki yo'qmi? Telegram blogimga deylik obedgacha post qilmaydigan bo'lsam agar yoki oqshomgacha post qilmaydigan bo'lsam agar menga yozadi. Ne post qilmayapsan deb. Bilasizmi, mana shu paytda va shu vaqtini ajratib menga yozyapti, menga eslatyapti deb insof qiynalgandan ham yozishga majbur bo'laman-da, vijdon qiynalgandan. Shu uchun ham albatta sizga mana shunaqa sherik kerak. 7-bosqich. 5 soniyalik trigger. Critical bosqich bolalar. Mana shu narsa hal qilib beradi. Natijaga chiqasizmi bu tizimdan yoki yo'q. Chunki siz hozir videoni ko'rdingiz, zo'r bosqichda ekan gap bo'lishi mumkin emas, Ibragim Mansurovga deyishingiz mumkin. Idora yana Telegram kanaliga cho'kib ketasizda, eski hammom, eski toz bo'lib ketishligi mumkin. Biz bu narsani xohlamaymiz, to'g'rimi? Tizimni bugundan, aynan hozirdan boshlab hayotimizga tatbiq qilishni boshlashimiz kerak. Ishoning 5 daqiqa ham ketmaydi. 5 soniya vaqtingizni oladi xolos. Telefoningizni o'chirasiz, qog'ozga yozasiz qadamlarni. Birinchi qadam. Nima qilaman hozir men videoni ko'rib bo'lib? Ketdik. Sherik topishingiz mumkin. Umuman farqi yo'q. Elitani qolib ketayotgan vazifalarni qog'ozga yozaman. Farqi yo'q. Mana 5 soniya vaqtingizni ajrating va miya tushunsin. Tizimni hayotga tatbiq qilish boshlandi degan narsa anglash miyada paydo bo'lsin. Bu bizda oxirgi yakunlovchi bosqich bo'ladi va mana shunaqa qilib siz 5 soniyada mana bu tizimni boshlaydigan bo'lsangiz, u yog'i sekin-sekin ketaveradi. Hattoki mana shu birinchi kichkina qadamni tashlaganingizda kayfiyatingiz o'zgarishiga garantiya beraman. Albatta qilib ko'ring. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, nimalarni o'rgandik? Birinchisi, xulqni o'zgartirish bu ko'nikma ekanligini o'rgandik. Intizom bilan hech kim onani qornidan tushmaskan. U narsani biz o'zimizda ingliz tilini qanaqa o'rgansak, xuddi o'shanaqa shakllantirar ekanmiz, ko'nikma sifatida. U ko'nikmani shakllantirish uchun esa bizda 7 ta tayyor bosqich bor. Birinchisi, miyani tozalashdan boshlanadi, so'ng to'g'ri maqsad qo'yib, fokusni tanlab, o'sha sari sekin-sekin qadam tashlashgacha ekan. Обязательно bu videoni o'rtoqlaringizga jo'nating va men bu yerda bilaman, ko'pchilik ingliz tilini o'rganyapti va aynan bugungi fokus maqsadi speakingni oshirish bo'ladigan bo'lsa, mana bu videomni sizga ko'rishni maslahat beraman. Aynan mana shuning ichida uy sharoitida kuniga 10-15 daqiqa dan sarflab bo'lsa ham speakingingizni oshirish uchun, mustaqil ravishda oshirish uchun barcha texnikalarni o'rgatganman shu video oxirida. Shuningdek, mana Telegram kanalim bor, Ibragim Mansurov blog, uni o'zingiz qidirsangiz ham bo'ladi. Biz description boxda linkini ham qoldirib qo'yamiz. Aynan o'sha kanalimga o'tib olsangiz agar, u yerda ham speaking bo'yicha tekin darslar, qadalgan xabarda esa agar aksentni to'g'rilash bo'yicha juda ham bir golden dars bor, pullik kursimni ichidan. Pronunciationni American qilish bo'yicha. Uni ham ko'rsangiz bo'ladi. Hozircha shunaqa gaplar. O'ylaymanki, bu video sizlarga foydali bo'ldi va biror kun meni ko'chada ko'rib qolganingizda Ibragim Mansurov o'sha payti rostdan ham intizom bilan qiynalardim, lekin endi hayotim umuman boshqacha bo'lib ketdi. 180 gradusga o'zgardi deb aytishingiz nasib qilsin. Toshkent, O'zbekiston va dunyo sarhadlarida ko'rishguncha. Charchamanglar.